Tak, bolalar, kecha Instagramda ko'rsatilgan narsani yana bir marta qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Qaranglar. Bizga 23:30dagi sham, ya'ni 23:30dagi ko'rib turganlaring mana bu sham. Ana shu shamni men yuqori filtri bilan pastki filtrini zona qilib olaman. Ya'ni mana bizdagi 23:30dagi shamni oldim mana. Aynan o'sha shamni o'zi o'sha paytda ham ishlagan, ya'ni qarang, 23:30da olingandan keyin buni tepaga qarab yorib o'tgan va srazu zonaga testdi. Mana bu ko'tarilishni o'zi. Yana qaytib kelib, yana bir marta shu yerga test berib, keyin yana tepaga qarab narx ko'tarayotganini ko'rishingiz mumkin. Endi bugungi 11:30dagi shamga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni bugungi 11:30dagi sham, ya'ni 11:30 bu yoqqa olaman, mana pastga qarab yorib tushdi. Bundan keyin esa mana misol 11:30dagi pastga qarab yorildi va zonaga testdi va zonada yana kelish holatiga ham aynan misol uchun zona bilan hisoblagan taqdiringizda ham mana bu yerda 190 pipsga yaqin harakat qanaqa qilib ishlash bo'yicha to'liq video darslik bugun kechqurun Telegram kanalimizda 20:00da e'lon qilinadi. Ungacha aktiv bo'lib, iloji boricha kanalda sheriklaring bilan bo'lishib qo'yinglar.